Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbek ayollari uchun ajoyib xushxabar. Barcha ayollarga nafaqa puli beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 2026-yildan boshlab homiladorlik va tug'ish nafaqasi to'lanadi. Prezident farmoniga ko'ra, endilikda har bir fuqaro davlat ijtimoiy sug'urtasi orqali nafaqalarni olish imkoniga ega bo'ladi. Bu nafaqalar minimal sug'urta staji va to'langan sug'urta badaliga qarab hisoblanadi. Ya'ni qancha vaqt davomida ijtimoiy sug'urta haq to'langan bo'lsa, nafaqa ham xuddi shuncha miqdorda bo'ladi. Davlat ijtimoiy sug'urta jamg'armasi orqali quyidagilar avtomatik va proaktiv tarzda tayinlanadi va to'lanadi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab homiladorlik va tug'ish nafaqasi. Bu nafaqa bola tug'ilishidan oldin va keyin ayollarga moddiy yordam sifatida beriladi. 2026-yil 1-iyuldan vaqtinchalik mehnatga layoqatsiz nafaqasi. Agar fuqaro kasallik yoki jarohat sababli ishga chiqolmasa, u holatda ham jamg'arma orqali moddiy yordam beriladi, deyiladi xabarda.